O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmonining tegishli bandiga asosan 2024-2025 o'quv yilidan boshlab yurtimizning barcha hududlaridagi birtadan tuman shaharlarda sinov tariqasida Mening maktabim loyihasini amalga oshirish belgilangan edi. Mazkur loyihada muvaffaqiyatli ishtirok etgan Buxoro shahridagi 14-umumta'lim maktabi eng ko'p ovoz bilan g'olib deb topildi va zarur texnikalar bilan jihozlandi. Mening maktabim loyihasida bizning maktab o'quvchilari ham ishtirok etib 60 million so'mlik yutuqqa ega bo'ldilar. Bu loyiha doirasida interaktiv doskalar qo'yilgan edi, maktab radiouzuli qo'yilgan edi, kimyo kabinetiga mikroskop qo'yilgan edi. Bularning barchasi o'quvchilarimizning qo'liga topshirildi. Endilikda zamonaviy texnika vositalari dars jarayonlarini yanada sifatli va samarali tashkil etishda qo'llanilmoqda. Biz 5-11 sinf o'quvchilari Mening maktabim loyihasiga ishtirok etdik hamda maktabimiz uchun kerak bo'lgan elektron doskalar va kerakli jihozlarni yutib oldik. Endilikda shu texnika vositalari bilan darslarimizni o'tyapmiz va bu bizga juda keng qulayliklarni yaratib bermoqda. Elektron doska bu zamonaviy ta'lim vositasi bo'lib, darsni qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi. O'quvchilarning ijobiy fikrlashiga va faol ishtirok etishiga yordam beradi. Darsga qiziqishlarini oshiradi, ya'ni elektron doska video, animatsiya, rasm, grafikalarni ko'rsatish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning diqqatini jalb qiladi va darsga faol qatnashishini kuchaytiradi. O'tgan o'quv yilida ilk bor amaliyotga tatbiq etilgan Mening maktabim loyihasida maktablar uchun kompyuter, elektron doskalar, sport jihozlari, faollar zali uchun jihozlar va kuzatuv kameralari kabi tashabbuslar ilgari surilgan edi. Bu yildan boshlab esa Mening maktabim respublika bo'yicha yuqori sinf o'quvchilari o'qiydigan umumta'lim maktablarning barchasida o'tkaziladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.